bir musofirda ishlab yuradigan yigit TikTokda bir qiz bilan tanishib, sevishib qolibdi-da. Oradan vaqtlar o'tibdi. Kunlardan bir kuni qiz WhatsAppdan telefon qilib, "Aka, bir muddat endi siz bilan gaplasha olmaymiz. Xolamdan qarzim bor edi. O'sha qarz evaziga telefonimni hisoblab bugun berdim. Bugun oxirgi gaplashadigan kunimiz" debdi. Shunda boyagi yigit "Qancha payt gaplasha olmaymiz?" deb qizdan so'radi. Qiz "Unisini bilmadim. Yangi telefon olgunimcha gaplasha olmaymiz" deb javob berdi. Shunda boyagi yigit sevib qolgan, yaxshi ko'radi, gaplashmasa bo'lmaydi, o'rganib qolgan. "Men senga Koreyadan telefon jo'nataman" debdi. Boyagi qiz xursand bo'lib, "Agar menga telefon olsangiz, nomi Pokko bo'lsin" deb javob berdi. Ertasi kuni telefon yaxshi tushunadigan bir akasini olib, yigit bozorga tushmoqchi bo'ldi. Akasiga "Aka, bir telefon olishimiz kerak. Telefon nomi Pokko bo'lishi kerak.